Assalomu alaykum. Amir Temur o'z o'g'lini nega o'lim jazosiga hukm qilgani haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar video yoqsa, albatta like bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Mironshoh Mirzo Amir Temurning 3-farzandi. U 1366-yilda, ya'ni Amir Temur 30 yoshida dunyoga kelgan. Sohibqiron bu o'g'lining ham jasur va mard epchil farzand bo'lib tarbiyalanishidan umidvor bo'lgan. Ammo u ayrim qusurlardan xoli emas edi. Unda mayxo'rlikka moyillik mavjud bo'lib, bu esa uning obro'siga salbiy ta'sir qilmasdan qolmasdi. Taniqli tarixchi olim Jumovoy Rahimovning ma'lumotlariga ko'ra, Amir Temur Shimoliy, G'arbiy Eron, Iroq va Janubiy Kavkaz hududlarini zabt etgandan so'ng saltanatning g'arbiy hududlari bo'yicha noyib qilib Mironshoh Mirzoni tayinlaydi. Otasi ko'zdan ancha Iroqda hukmronlik qilayotgan Mironshoh Mirzo u maishatga yanada ko'proq berilib, bazmlarga ruju qo'ya boshlaydi. Oqila malikasi Xonzoda begim uni bu yo'ldan qaytarishga ko'p urinadi, ammo befoyda bo'ladi. Kunlarning birida malika saroy xazinasiga kirib ko'radiki, katta boylikning tagi ko'rinib, Samarqandga yuboriladigan hissa tugul qo'shinga va devon ishlari amaldorlari maoshini to'lash ham muammo bo'lib turibdi. Shunda u hech kimga bildirmay qaynotasi Amir Temurni ro'y berayotgan salbiy holatlardan xabardor qilish uchun saltanat poytaxti Samarqandga yo'l oladi. Mavjud holatdan xabar topgan Amir Temur Qozi Kalon va Shayx Uslon boshchiligidagi maxsus tergov guruhini suyukli kelini Xonzoda begimga qo'shib Sultoniyaga jo'natadi. Ularga berilgan ko'rsatmada Mironshohdan tortib, vaziru yirik amaldorlarga qanday jazoga jinoyati loyiq bo'lsa, o'shanday jazo berishni talab qiladi. Bu haqda tarixchi olim Turg'un Fayziyev shunday yozgan edi. Amir Temur Mironshoh va uning arkoni davlatiga o'lim jazosini e'lon qiladi. Temurning diniy rahnamosi, Piri Said Baraka va Sohibqironning eng yaqin safdoshi, amaldorlari hukmni yumshatishni so'raydilar. Lekin Amir Temur o'z so'zida qat'iy turib olgach, Amir Shohmalik o'rnidan turib, o'z o'g'lingiz-ku davlat panoh dedi. Amir Temur tortishib o'tirishni yoqtirmasdan, binobarin g'azabi qaynab ketadi va o'rnidan turib Amir Shohmalikka g'azab bilan tikiladi. Shohmalik esa yana: "Shahzoda sizni farzandi arjumaningiz erur davlat panoh. Qatl qildirsangiz islom qilichiga farzand qushlik isnodi dog' bo'lib tushmog'i muqarrardir" deydi. Shundan so'nggina Mironshohning gunohidan o'tilgan ekan. Bu holatdan Mironshoh Mirzo to'g'ri xulosa chiqargan bo'lsa ne ajab. Keyinchalik Sohibqironning bu o'g'li sadoqat va jangu jadallardagi jasorati bilan otasining tahsinlariga sazovor bo'lgani ham tarixiy manbalarda qayd etilgan. Ushbu tarixiy voqeadan ma'lum bo'ladiki, sarxush qiluvchi ichimliklarga ruju qo'yish hech qachon obro' e'tibor keltirmaydi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna